tug'ilgan kuni munosabati bilan har xil joylardan tekinga narsa so'rab ko'raman. Birinchi bo'lib Safiyadan boshlaymiz. Bugun tug'ilgan kunimda sovg'a sifatida nimadir bera olasizlar? Safiyadagi menejer tekinga narsa bermasligini va videoga olish mumkin emasligini aytishdi. Keyingi manzil Embassy Burger. Bugun men tug'ilgan kunimda sovg'a sifatida nimadir bera olasizlar? Yo'q, men bilmayman. Turgan qayerda o'tirasiz? Nima o'tiraman? Kutilmagan joyda nima berisharkan deb o'tirganimizda Ismoil akaga tekinga maxita olib kelishdi va undan keyin mana sovg'am keldi. Tekingami? Rozimisizlar? Menga berishgan setni narxini so'raganimda 68 ming so'mligini aytishdi. Mashinaga alohida lak bosib qo'yildi. Bu bola aldavotdi deb o'ylamasliklari uchun pasportimni ham ko'rsatdim va 68 minglik setni yeb oldim. Keyingi manzil KFC. KFC xodimlari ham tekinga hech nima berishmasligini aytishdi. Endi bonga navbatda beramiz. Kirishimiz bilan videoga olish mumkin emasligini aytishdi va bizga haqqimiz borligini aytsa ham tushunishmadi. Shuning uchun ham bon bizga umuman yoqmadi. To'liq nima bo'lganligini Telegram kanaliga joylab qo'yaman. Keyingisi Feda. Feda tegili bizga shart ishini berishdi. Nech pulligini to'g'risi bilmayman. Keyingi navbat Evas. Evas xodimlari ham hech nima bermasligini aytishdi. Oxirgi manzilimiz Luk tegili bizga 19 ming so'mlik muz shirinlik berishdi. Siz bo'lsa obuna bo'lishni tanladingiz.